Tilni ham narxini ko'rib oling. Pokistonning go'shtlari 70 ming, 80 ming ekan. Tilla nechi pul do'stim? Tilla 60 ming so'm bo'lib ketdi aka mana. Mana mesniy go'shtlar 150 ming so'm. Mana bu joylari 110 ming so'mdan. Qozog'iston mol go'shti 135 ming so'm laxmi. Laxm kareykasi 125 ming so'm. Belorusiyaning mol to'shi 55 ming so'm 1 kilosi uchun. Qozog'istonni laxmi 145 ming so'm bo'lyapti. Suyeliklari 110 ming so'm. Mana shpondir go'shtlari 100 ming so'm. Qiymali 90 ming so'mda. Qo'y bo'yinli 130 ming so'm. Qo'y qo'rg'asi 130 ming so'm. 150 ming so'mdan 1 kilosi. Kareykali 150 ming so'm. Mesli qo'ylar 150 ming so'm o'rtacha narxi bo'lyapti. Mana bu bo'yinli 80 ming so'mdan. 110 ming so'm mana shu qo'lda. Qo'rg'asi 80 ming so'm. Sarpanjasi 105 ming. Matalashkasi 35 ming. Butun iliklar 20 ming so'mda. Mol chorvasi 50 ming so'm kilosi. Surgo'sh 180 ming so'm. Dumlarning narxi 120 ming so'm. Til 110 ming so'm. Dumbaning narxi nechi pulda? 130 ming. Qo'chqor dumbasi. Eng tiniq dumba 135 ming so'm ekan. Ot go'shtilar 110 ming so'm laxm joyi, suyeli joyi 90 ming so'm. Qarta 50 ming ekan. Qazili 1 kiloliklari 165 ming so'm. 800 grammi 135 ming ekan mana. Shu narxdan pishganlari ham bor. Go'sht narxiga nima deysiz? Sizlarda narxlar qanaqa? Xayr, sog' bo'lasizlar.